Assalomu alaykum. Sherzod Boboyev YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz son suyagini boshchasini osteoxondropatiyasi, pertez kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik bolalar va o'smirlarda son suyagini boshchasida yuk ko'p tushadigan qismida qon aylanishini buzilishi va yetishmasligidan kelib chiqadigan aseptik nekroz holati hisoblanadi. Butun dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, yer yuzi populyatsiyasining 0,17% 1,9%gacha qismi mazkur patologiyadan aziyat chekadi. Kasallik asosan 4-12 yoshli bolalar o'rtasida uchraydi va bolalarning chanoq son bo'g'imi patologiyalarining 25% qismi mazkur patologiyaga to'g'ri keladi. Kasallik o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan 4-5 barobar ko'p uchraydi. Bu kasallikni 1909 va 10-yillarda bir-biridan bexabar holatda Amerikada Lek, Fransiyada Calve va Germaniyada Pertez degan olimlar aniqlagan va bu kasallikda bo'lishi mumkin bo'lgan klinik holatlar mazkur olimlar tomonidan yozib o'tilgan. Shuning uchun bugungi kunda bu patologiyani Legga Calve Pertez kasalligi deb yuritiladi. Kasallikni kelib chiqishi to'liq o'rganilmagan, lekin kasallikda bo'lishi mumkin bo'lgan xavf omillari o'tgan galgi osteoxondropatiyaga oid ko'rsatuvlarimizda to'liq ma'lumot berib o'tganmiz. Kasallik ko'pgina xavf omillari natijasida son suyagini boshchasini tog'ayida va bo'g'im komponentlarida qon aylanishini buzilishi bilan boshlanadi. Natijada tog'ay to'qimasini ostida subxondrial suyak qismida aseptik nekroz jarayonlari boshlanadi. Suyaklarni shu qismida nekrozdan so'ng destruksiya va sekvestratsiya jarayonlari boshlanadi. Kasallikni 5 ta bosqichi tafovut qilinadi. Aseptik nekroz bosqichi. Bu bosqichda bo'g'im komponentlarini qon aylanishini yetishmovchiligi natijasida aseptik nekroz boshlanadi. Rentgenda bo'g'im yuzalarida giyalin tog'ay qism saqlangan bo'ladi. Impression sinish bosqichi. Bu kasallik boshlangandan keyin 3-4 oydan keyin boshlanadi. Suyak, balka va trabekulalarda tekislanish va ezilish tufayli yolg'on skleroz belgilari rentgenda ko'rinadi. Bo'g'im yuzalari deformatsiyalangan bo'ladi. Bu bosqich 3-5 oy, ba'zan 6 oy davom etadi. Kasallikning fragmentatsiya, ya'ni so'rilish bosqichi. Bu bosqichda nekrotik to'qimalar so'rilish boshlanadi. Yangi proliferativ hujayralar paydo bo'ladi. Yangilanish boshlanadi. Bu bosqichning davomiyligi 1-3 yilni tashkil qiladi. Reparatsiya bosqichi. Bu bosqichda nekrotik to'qimalar yangi suyak to'qimalar bilan almashinadi. Bu bosqich 6 oydan 2 yilgacha davom etadi. Tugallanish bosqichi. Suyaklarni va tog'ayni qayta tiklanishi boshlanadi. Yangi suyak formasi shakllanadi. Kasallikning klinikasi. Bu kasallik sekin-astalik bilan rivojlanadi. Erta bosqichlarda bu kasallikka tashxis qo'yish biroz qiyinchilik tug'diradi. Kasallikning birinchi simptomlari quyidagilardan iborat. Chanoq son bo'g'imidagi og'riqlar. Og'riqlar 75% holatlarda tizzaga uzatilish bilan xarakterlanadi. Bolalarda yurganda oqsoqlanish va charchab qolish yuzaga keladi va keyinchalik dumba va son mushaklarining atrofiyasi kuzatiladi. Chanoq son bo'g'imida yaqinlashtiruvchi va bukuvchi kontrakturalar yuzaga keladi va keyinchalik oyoqda nisbiy kaltalanish kuzatiladi. Diagnostikasi: yuqoridagi klinik simptomlardan tashqari bemorlarda rentgen tekshiruvi o'tkaziladi. Rentgenda kasallikni bosqichlari aniqlanadi. Undan tashqari rentgenda kasallikka xos bo'lgan belgilar, ya'ni Rozer-Nelaton chizig'ining buzilishi, Shenton chizig'ining buzilishi va Pertez chizig'larining buzilish holatlari aniqlanadi. Undan tashqari magnit rezonans tomografiya va multispiral tomografiya tekshiruvlari o'tkaziladi. Densitometriya,
ya'ni suyaklarning mineral zichligini aniqlash muhim o'rin tutadi. Davolash ikki xil bo'ladi: konservativ va operativ davolash. Konservativ davolashda zararlangan oyoqni erta va uzoq muddat yukdan xalos qilish va bemorlarni yotoq rejimiga o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Yoki zararlangan oyoqlarda skelet tortmaga tortish. Bu holatda son suyagini boshchasida qon aylanishini tiklanishga sharoit yaratiladi. Keyinchalik bemorlarni qo'ltiq tayoqqa o'tkazish, uzoqlashtiruvchi shinalardan foydalanish, fizioterapevtik muolajalar, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalaridan foydalanish, qon tomirini kengaytiruvchi va mikrosirkulyatsiyani yaxshilovchi dori vositalari, antiagregantlar, regeneratsiyani yaxshilovchi vositalar, anabolik steroidlar, ATF va boshqa preparatlar, tizimli fermentaterapiya, kasallikni og'ir formalarida bisfosfonatlar va gen injeneriya yo'li bilan olingan monoklonal antitelolardan foydalanish, konservativ davoni davomiyligi 2-3 yilni tashkil qiladi. Operativ davo agar konservativ davo yordam bermagan holatlarda qo'llaniladi. Pertez bo'yicha korrigirlovchi osteotomiya amaliyoti va Solter bo'yicha chanoq osteotomiya amaliyotlari o'tkaziladi. Agar sizni yaqinlaringizda shunday holatlar kuzatilsa, yaqin hududingizdagi ortoped travmatolog mutaxassisiga murojaat qiling. Rahmat.